men bilan urushish uchun esa mana bunaqa pochkalardan bir 10-15 tasini taxlab qo'ying. Blogerlar o'rtasida katta janjal. Siz bilgan aktyor ayni onda blogerlik bilan shug'ullanib kelayotgan Azamat Ahrorov bloger, sportchi Aziz Estetga atvet qildi. Aziz Estet akamiz kommentariyaga hurmat bilan yozibdilar. Hurmat bilan javob qaytardik. Tez orada ularning jangi bo'lishligi mumkin. Sovrin pul esa $100,000. Kim yutsa o'sha pulni oladi deya xabar berishmoqda. Yozib qo'ydim aka, 100 ming gonorarga любой payt, xod ertaga, xod kechqurun, xod ertalab farqi yo'q. 100 ming gonorarni to'laysiz. Ko'rishib qo'yaveramiz aka. Atak menga interes yo'q. Albatta bu janjal jiddiylashmoqda. Sizlarning fikringizga muhtoj. Aziz yurtdoshlar, to'liq videolarni taqdim qilaman. Kim kimga atvet qildi, nega bunday bo'lmoqda? Malol kelmasa ikki og'iz fikringizni siz ham kommentariyaga yozing va videomiz kengroq yetib borishligi uchun bittadan like bosib qo'ying. Siz kimni muxlisisiz va sizningcha kim yutadi ikkalasi jang qilsa? Marhamat, videoni boshlaymiz. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men bloger Muhammadjon Madiyev, Max Madiyev kanaldasiz. Kanalga mehmonlar albatta obuna bo'ling. Azamat Ahrorov, Aziz Estet, menimcha bularning ikkalasini ham yaxshi tanisangiz kerak. Kimsidir sportchi ham bloger bo'lsa, yana kimsidir aktyor ham bloger va orada net qimor reklamalari bilan shug'ullanib keladi. Aziz vatandoshlar, hozir videolar bor, qayerdan boshlanib qayerga ketdi, hattoki muxlislardan ham atvetlar bor. Kelinglar tomosha qilamiz. Assalomu alaykum akalar, ukalar, qarochi, hozir menga ko'pchilik video tashlayapti. Azamat Ahrorov nima bo'ldi? Ona nima bo'ldi? Mono nima bo'ldi? Qarochi, Azamat Ahrorov menga telefon qildi, urushmaydi ekan. Voy 150 ming, 200 ming dollar pul deyatdi, men aytdim. 200 ming dollar pul beraman, yana boshqa ishlar olib ketib qoladi. Shuning uchun dedim, menga pul haqida gapirmang, erkakcha gaplashaylik desam, tars gapirdi, zo'r tushundik. Qarochi, u bola urushmaydi ekan. Men bilan meni o'zi telefon qilib urushmaydigan bo'ldi. Menga xullas Azamat Ahrorovni deb nima qilish olmadi. O'sha kimlar? Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bilasizlar, men fisikda hypelardan qochib yuraman. Hypelarga aralashmayman, kim nima desa desin. No, men shu narsaga qattiq qarshiman. Men kimdirni aktividan aktiv yig'maganman, kimdirni temasiga kirib tema qilmaganman. Misol hozir mana shu joyga, sportivniy magazinga kelganimda, misol uchun mana shu yerda bitta ko'rsatolmayman, odam shunchaki kelib yurib ketayotgan joyda hushidan ketib o'lib qoldi. Shuning uchun biz bilmaymiz qachon o'lib qolishimiz mumkin. Shuning uchun bitta narsa aytmoqchiman. Kommentariyaga har xil gap so'z yozayotganlar, o'zingizlarda bo'laveringlar. Dunyo sizlarning qo'lingizda emas. Instagram kirib kommentiga xohlagan gapimni yozib bilyapman desanglar, sizlar zo'r degan emas. Bundoqqina qilsa agar Alloh qilgan mana shu yomonliginglar uchun o'tib qolishinglar ham hech gap emas. Tak что o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Hozir bitta videoga ko'zim tushib qoldi, menga tashlashyapti. Молодец. Gap yo'q sizga. Akammisiz, ukammisiz, gazini bosing. Men bilan urushish uchun esa mana bunaqa pochkalardan bir 10-15 tasini taxlab qo'ying. Любой joyda, любой moment ko'rishib gaplashaveramiz. Men unaqa sportivniy intereslardan 15 yil oldin o'tib bo'lganman, aka. Aziz Estet akamiz kommentariyamga hurmat bilan yozibdilar. Hurmat bilan javob qaytardik. Qilgan videomiz ularga umuman 1% lik aloqasi yo'q edi. Agar vizov tashlamoqchi bo'lsangiz,
yozib qo'ydim aka, 100 ming gonorarga любой payt, xod ertaga, xod kechqurun, xod ertalab farqi yo'q. 100 ming gonorarni to'laysiz, ko'rishib qo'yaveramiz aka. Atak menga interes yo'q. Pul bor. Hype вообще kerak emas. Men hype orqasidan yugurgan odam emasman. Prosta sizga aytadigan gapim, hurmatdasiz. Так что orqangizdan kelayotgan bir ikkita negativ bolachalarga aytmoqchi bo'lgan gapim bor. Sanlarni bir ikkitayni ushab, mana shu shapatdan bersam, yozib yuborasan. Qidirib topib. Vымогательство qilyapti, boshqa qilyapti deb. Agar sani ichki ishlarga yozsam, terpinglar deb meni ustimdan kulasan. Так что sanlar o'sha pastda negativini yozib yurur, erkak bo'lsang cheskga tegadigan kommentariy yozmaysan. Agar erkak bo'lsang, o'zing uchun bilib olgin. Так что o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Hammaga biza hurmatdamiz, bizga hurmatda bo'lganlarga дважды hurmat bor. Sog' bo'linglar. Akalar ukalar mana shu Uyg'ur Mirzoga vizit tashlayotgan bolalar, men aytayapman, tirnobga qiymayman, aziz aka. Men tirnobga qiymayman. Urushimiz sababi, quvvat, duxt sababi mana Ahmad Sharxon o'rdaklar deyapman. Chaqib beraman, chaqib. Sinig'ini alohida qilamiz. Menga chiqqan raqiblar o'ylanib chiqish, o'ylanib. Aytayapman, Xudo ko'rsatmasin, nojiron qilib qo'yaman. Ehtiyot bo'lib chiqishga ringga chiqayotganda. Ash mahalla komiteti o'zi hozir 1 so'm topmaysan, bilaman. Zato 1 million 200 ming bilan pensiyaga olib chiqib qo'yishim mumkin. Aloqaga chiqish yo'q, kirchilik qilamaydi. Assalomu alaykum akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Kecha mana Octagon ligani ko'rgan bo'lsanglar, Octagon ligada meni fikrim Saturi yutdi deganlar sportga umuman aqliga yetmaydi ekan. Kim bo'lsa ham aqli yetmaydi ekan. 3-raund bir dona mushotga yo'q. 3-raund. 2-raundda endi birinchi raundda sal-pal ishladi, unda ham ochkolar hisobiga komil yutdi. 2-raund polni komil kontrol qildi, 3-raund ham komil kontrol qildi. Qanday Saturi yutadi deyapsizlar? Uyatmasdan. Saturn komil karatega qarshi zo'r urushdi deyishinglar mumkin, lekin yutdi demanglar. Bu yerdagi Mavlonbek haqiqiy kamarga munosib. Sulichani yutkizib qo'ydi Kamol Husaynga, lekin xudosi yana boshamiz. Anonda durang bo'lish kerak edi. Fazliddin Madrahimovda durang bo'lish kerak edi. Bobur akaga keladigan bo'lsak, Bobur aka azartingizni yo'qotib qo'ydi aka. Azartga kiring, siz yutasiz. Instagramga kirganinglardan keyin bugun emas, mayli, ertaga soat 22:00 da opkeda 22:00 da men sizlarga sovg'a beraman. Shu yomg'irda bitta sovg'a beraman. Qaysi birini? Mana shuni beraman. Kiringlar. Men bilan urush uchun esa mana bunaqa pochkalardan bir 10-15 tasini taxlab qo'ying. Liboy joyda, liboy moment. Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana shu videoni menga juda ko'pchilik tashlayapti. Hozir adashmasam bir 70 ta odam tashadi. Kecha bu akamiz telefon qilgan menga, telefon qilib, "Karochi, xullas gaplashganmiz, nima bo'lgan?" Lekin bu akaga emas, aka ko'rib qolsangiz videoni, bu hali darrov o'zingizga olmang. Chunki sababi siz bilan kecha biz akkuratni gaplashib oldik. Mana shu sizga o'xshab manaqa birov urushaman desa pul taklif qiladiganlarga meni gapim, men karochi, menga mana 150 ming dollar bersang, 100 ming dollar bersang urushaman deganlarga 100 ming dollar so'raganlarga 150 ming dollar beraman. Octagonning o'rtasiga bitta turba qo'yaman. Turba qo'yib o'zim stolda o'tiraman. Turbada u menga valis tushishi kerak. Pulini beraman. Goli bo'lib valis tushadi, 150 ming dollar pulini beraman. Pul uchun orini sotganlar bilan biz bitta dasturxonda o'tirmaymiz. Kambag'al bo'lsang mard bo'l, o'lsang o'ligingni hurmati 100 yil tursin deydigan bolalar bilan biz do'stlashamiz. Inshaalloh pul uchun vijdonini, iymonini, butun tana a'zosini sotib yuborganlar bizdan uzoqlashib yuraveringlar. Assalomu alaykum hammaga. Aziz Estetda jangi sotib olingan va nafaqat Aziz Estetda, balki glavniy kartga urushgan barchani jangi sotib olingan. Bunga sabab ular g'alaba qozonishdi. Gap yo'q. Menga hech narsa kerak emas. Men hozir общий turnirga mashinani puli bilan 90 ming dollar ishlatyapman, eshitdinglar. Sizlar bunga ishonmaysizlar. Lekin 90 ming dollar ishlatyapman.
agar hamma bilet sotilsa bor yo'q 40 ming dollar ishlab chiqaraman, ya'ni 50 ming dollar tikkasiga 5 pochka просто так shu show uchun ataldi. Просто так на ровном месте. Hech qanaqa xomiy, pomiy hech narsa yo'q. Shohruh, zal kelmayman, qattasiz. Просто на ровном месте. Shuning uchun kelinglar, поддержкаga kelinglar. Biletlar menimcha уже qolmadi-yu, 400 tami qoldi-yu, adashmasam. Akalar, ukalar, assalomu alaykum. Hozir bizga negativ yozyapti bitta ikkitasi kommentariyada. Mana bu Saturn bilan urushib ol o'zing oldin, u edi bu Saturnning kilosi bir 70-80 kilo. Men 100-110 chiqaman. Menga Saturn emas, menga hozir interesning, populyarnisi mana kinoda o'ynaydigan Azamat bor-a, Ahrorov, katta kachoy. Ashi bola bilan urushaman, boksda, kulachkada. Agar anovi haligi aka Aziz aka degan aka kecha turnir o'tkazdi-yu, Ash aka bo'y bersa, mashin bilan bitta urushaman. Mana shu videoni Ashi Mononi o'ziga bitta nima qilib beringlar. Aziz akaga ham tashlaylar, bo'y bersin. Mana Azamat degan bolani o'ziga ham tashlaylar. Davay, interesning, sportivniy, senga yomonligim yo'q. Akammisan, ukammisan. Короче, seni kiloying menga to'g'ri keladi, sen bilan men urushmoqchiman. Davay. Qo'lingni qara kattaligini, ishlat uni bir ko'raylik. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'taman, bu o'zi umuman bu masalani o'zingizlar ko'rdinglar, aynan jangidan kelib reaksiyalar kirildi. Bitta Azamat Ahrorov emas, balki juda ko'pchilik reaksiya bildirgan, haqiqatan ham o'yin deya. Men bu jangni ochig'i ko'rganim yo'q, ammo yana bir jangga to'xtalib o'tishga ijozat bering. Bu Saturnning jangi. Kimlardir Saturn haq, yutdi, nohaq bo'ldi deyishmoqda, ammo haqiqiy sportni tushungan muxlislarga emas, umuman muxlislik uchun emas, balki real sportchi sifatida qaraydiganlar uchun Saturn rasman yutkizdi. Shaxsan men uchun ham Saturn yutkizdi. Ming o'zbek bo'lsa ham, ammo yutgan edim deya kibrlanish menimcha kerak emas. Chunki bir marta ham urgani yo'q. Yo'q, Aziz akam. Bitta mashina qilganimdan tushunasiz, o'z akajon. Bu nima ahvol bu? Bu nima ahvol? Odam kulgisi ham keladi, jahli ham chiqadi. Bu jang emas bu. Bu shunchaki ana u uyushtirilgan shou. Bo'ldi. Hech qanaqa jang emas bu. Buni qara. Tavba qildim. Men sportga to'g'risini aytsam, uncha tushunmayman. Lekin buni tushunmaydigan odam ham ko'rib tushunadi-da. Bu qanaqa jangligi. Bu shunchaki xalqning vaqtini olish, keyin pul ishlash bo'ldi. Boshqa hech narsani ko'rayotganim yo'q men bu yerda. Qaranglar. Mana bu Shamil biron marta urganini ko'rganim yo'q-da. Jang boshlangandan beri. Bo'ldi. Tamom. Xo'sh. Bo'ldi, jang tugadi. Aniq 100% jang tugadi. Nima deyish mumkin, men bilmayman, hayronman. Chem oktagon yaxshi ekan bunda. Oktagon bundan ancha yaxshi. Professionalizm bor oktagonda. Gap yo'q. Aziz Estet va Shamil Galimov jangi bo'tdi. O'rtoqlar, men bitta narsa qiynayapti. Sizlarni ham shu savol qiynayotgan bo'lishi mumkin. Bu jang уже bo'tdi, tugadi. Aziz aka yutdi. Avvalambor Aziz aka g'alaba bilan tabriklayman. Sizga negativ ham emasman, hurmat qilaman. Meni bitta savol qiynayapti. Shamil nimaga urushmayapti? Shamil nimaga urmayapti? Nimaga faqat turib beryapti bu bola? Shu savol qiynayapti. Men Shamil Galimov janglarini hamisha ko'rganman, kuzatganman oldindan. Шамиль, брат, ты почему не дрался? Ты почему не бьешь? Что с тобой, брат? Jigarlar, meni ichimda bir yomon inson bor, o'sha bir nimadir degisi kelyapti-da shu jang haqida. Qaranglar, faqat turyapti Shamil. Ha. Ana. Bu nokaut qiladigan udar bo'lmadi-yu bu yerda hozir.
Oktagonni hamma ko'rgan bo'lsa kerak, menimcha Vis O'zbekiston ko'rdi. Saturn bilan Kamil Karatini bo'yni ko'rdilar. 100% men sizlarga aytaman, hamma bildi buni, Vis xalq bildi. Saturn yutgandi. Oktagon nohaqlik qildi o'zi. Oktagonda o'zi Oktagon deydigan holi qolmadi. Bunaqa qildi bilmayman. Tepada Xudo bor Saturn. Ukajon senga omad, lekin xalq bildi, sen yutding 100%. Men ham bo'yni ko'rib o'tirdim. Yutding ukajon, omadingni bersin. Xalq o'zi bildi kim qanaqaligini. Oktagon nohaqlik qildi. Sen biz uchun chempionsan ukajon. Kelajakdagi bo'ylaringga omad, ishlaringga fayz baraka bersin, ota-onangni baxtiga sog' ukajonim. Saturn chempion biz uchun. Malades uka, olg'a, faqat olg'a, yorib yirtib tash. Hozir bitta videoga ko'zim tushib qoldi, menga tashlashyapti. Malades. Gap yo'q sizga. Okammisiz, ukammisiz, gazini bosing. Men bilan urush uchun esa mana bunaqa pochkalardan bir 10-15 tasini taxlab qo'ying. Liboy joyda, liboy moment ko'rishib gaplashib olamiz. Men unaqa sportivniy intereslardan 15 yil oldin o'tib bo'lganman, aka. O'zingiz ehtiyot qiling, sog' bo'linglar. Vodiyliklar hammasi hurmatda. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Aziz vatandoshlar, fikringizni kommentariyada kutib qolamiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.